Үрімчідегі оқыш. Bir күні Құрбанны Нахия базардagi tağısı çağırıp, onun Үрімчіге berip o'qiydiganligini uqtirdi. Endi o havaslar ichidan havas izlab Үрімчіге keldi va texnikumda o'qib pochta kasbini o'rgandi. Yurt-yurtlardan kelgan o'xshamagan shiva va tillarda so'zlashadigan saboqdoshlari hamda o'z sahrasiga tubdan o'xshamaydigan shahar odatlari uningga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. U ham kuchlik, ham obro'li yigitdan endi aqlli yigitga aylandi. Qurbonning Үрімчідегі o'qish hayoti to'liq ma'noli o'tdi. U askar vaqtida gamilarda yetib, har yerlarda kelgan sabdoshlari bilan tanishib, sirdishib paranglashgan. Hatta mungdashgan bo'lsa-mu, etiz eriq, at-uloq, qo'rqinchli Xitoy askarlari va yoki chiroyli cho'konlar haqidagi chaqchaq so'zlar hamda hikoya cho'chaklardan boshqa tuzuk suhbatlarda bo'lmaydi. U Үрімчіге kelib da ajoyib chunqur ma'noli suhbatlarning, dunyoning, O'rusning, Xitoyning siyosiy vaziyatiga oid voqealarning, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining mag'lubiyatiga doir sirli o'yinlarning, qisqasi Uyg'urlarning kelgusi istiqboliga bog'liq qaynam tashqinliq muloyizalarning qaynamiga javobi tepilmagan nurg'ulg'an nima uchunlarning do'lqiniga g'arq bo'ldi. Tarix, siyosat deganlarning haqiqiy mohiyatini endi tushungandek bo'ldi. Үрімчіде ichilgan kadrlar tarbiyalash kursi nomidagi bu maktabni kommunistlar tashkillagan hukumatga rahbarlik qilayotgan Kompartiya byurosi boshqarayotgan bo'lib, bu maktabga har qaysi joylardan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatida vazifa o'tagan ofitserlar, kadrlardan boshqa yosh o'quvchilarmi yig'ilgan edi. Har qaysi sinflarda o'z kasblari bo'yicha taqsim qilingan kursantlar oldi bilan kommunistik partiyaning siyosatlaridan boshlab kasbiy darsini oladi. Qurbon o'z tangtishlaridan 30 dak qiz o'g'il bilan billa pochta telegraf qatnash aloqa sohasi bo'yicha tarbiyalanadigan sinf o'qidi. Yangi kelgan kuni uni taxtayliq, aynak panjirlik yotoq bo'libmi uyini par bilan istadigan turbi mesh hayron qoldirdi. Onun qavatlik binolarni, sim karvatliq uylarni tunji qitim ko'rishdi. Yataqqa kirganda uni yataqdagi 3 nafar savoqdirshi qarshi oldi. Assalomu alaykum qarindosh. Men Muhammad Үрімчіден, bu Sabir Bo'rdaladin, bu Davud Turpandan. Sen o'zini Үрімчілік deb tanishtirgan Muhammad uningga savol nazarda tikilib turib, uning qo'lidagi xurjini oldi-da bo'sh karvatga qo'ydi. Va alaykum assalom og'aylar, men Qurbon To'qisaradan, dedi Qurbon tartinibroq. Har nima bo'lsa, Ozod rayonidan kelganlar ikki bo'ldi. Biz ikkimiz dard hasratlardan shikoyat qilamiz. Ikkinglar hur hayotdan hikoya qilsizlar, tanglashadigan bo'ldi. Muhammad so'zman chechen yigit edi. 6 soat darsdan boshqa vaqt bo'libmi oqshomlari va yakshanba kunlari asosan yotoqdashning ehtiyotda qiladi. Ular bir haftaga yaqin sirdashib, mungdashib, o'zaro tonish bo'ldi. Qurbon yangi og'inisi Muhammadning bilimiga tang qoldi. U xuddi dunyoni o'zi cho'giltayotgandek tarixdan, jo'g'rofiyadan va davlatlarning eng yangi vaziyati va siyosatlaridan to'xtamay so'zlab turadi. Beyjingdagi Xitoy Kommunistik partiyasi hukumatini go'yo o'zi boshqarayotgandek Mao Zedong mundaq dedi, Yudi mundaq dedi, Wang Jin degan abyunkash Xitoy deb qaynab ketadi. Xitoy armiyasiga qo'shilib 5-korpus 13-diviziya qilib o'zgartirilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining armiyasi generallarining, polkovniklarning, hatto polik komandirlarining har birining ismini atab yurib, nada nima ish qilayotganligini bir-birlab aytib beradi. Qo'mondan Muhammad Iminov Shixuni ozod qilish urushida alohida to'hfa qo'shgan qahramon, vijdonli rahbar. U hozir 5-korpus 13-diviziyaning, ya'ni bizning mustaqil jumhuriyatimizdan qolgan tabarik askarlarning qo'mondoni. Agar u bo'yin turuqdan qutulib, Qashqarda medirilmay ching turib, 5-10 yil ichida yana burunqidek 30-40 ming Uyg'ur yoshlarini qurollandira olsa, ozodligimizning boshqadan yana asli kelishidan umid bor. Agar shundoq bo'lsa, Markaziy va G'arbiy Osiyoda Pokistondan qolsalar, eng yangi mustaqil davlat biz bo'lib qoladiq. Muhammad odatda mundaq
Qurbanning nazar doirasining kengishida to'g'risi sinfidagi siyosiy ta'lim tarbiya, kasbiy darslar Xitoycha o'rganishlardan ko'ra yotoqdagi aqliy bilimlar va tarixiy mulohizalar bakrak rol o'ynadi. Muhammad bir kuni sinfdagi 10 necha savatdoshni uyga mehmon chaqirdi. Qurban og'aylari bilan birga Urumchidagi Rus konsulxonasidan o'tib, egiz to'plikdagi hayvatlik binoga Muhammadning uyiga yetib keldi. Ular eshikdan kiribla og'zini ichib qoldi. O'g'zisi ko'k qangaltir bilan qoplangan, ko'k qish bilan qo'pirilgan binoning ichi yo'p-yo'riq gaz chiroqlar bilan voldab turardi. Qo'shaynaklik egiz panjaralarga naqshlangan oppoq pardalar tortilgan, mehmonxonaning o'tirsiga qo'yilgan karishnovoy shira ustidagi qandallarga qangizak, nozik ne'matlar qo'yilgan edi. Ular әгме талдан ясалған yumloq o'rindiqlarga tortinibroq o'ltirishdi. Udul tamdagi әйнеклік shkapning ichiga sahra bolsi ko'rib baxmagan süp-süzük kristal lonqa, qandal, qoch-quchlar tizilgan edi. Yandagi tamda bo'lsa, to'risga taqashgan beldam yog'och oyuqlarda kitoblar qator qo'yilgan bo'lib, Uyg'urcha, Ruscha, Turkcha, Arabcha, Parischa va Xitoycha kitoblarning nomi muqobillardan ko'rinib turadi. Uning udulda bo'lsa, dunyo xaritasi butun tamni egallab ko'zga chiliq turadi. Bolalar sinchay orliqida tog'dan-bog'dan paranglashib o'tiradi. Ishkarga uyning qo'sh eshigi ochilib, oqqush kostyum, burulka kiyib, galstuk taqib olgan bir mo'ysbet kishi chiqib keldi va darhol orqasiga burilib egilib turib, "Xo'sh taqsir" deb yo'l bo'shatdi. Uning orqadan beshiga qizil do'ppa, uchisiga suz yeshil pashmat chopon kiygan, ko'zlaridan nur yig'ib turgan vijik bir kishi chiqib keldi va avval ustal atrofida o'ltirgan bolalarga muloyim kulimsirab qarab etib, ondan "Xo'sh, sizlar mangsizlar" deb egiz basli kishiga talmirib qoldi. Takallub qildi. Ular minib ustamning udulga kelganda, bolalar ixtiyorsiz holda Muhammadga agishib o'rinlaridan turib salom berdi. "Va alaykum assalom o'g'illarim. Farzandim Muhammad mehmonlarim bor deb edi. Kechiringlar. Afsus, meningmi mehmon kelib qoldi. Biz bir yerga patiga ketyapmiz. Sizlar bahuzur o'ltiringlar." "Marhamat" dedi. Egiz bo'yliq, kostyum burulqiliq mo'ysbet kishi kulimsirab turib, bolalar egilib turib salom bilan xo'shlashdi. Bu chaqda Muhammad oldirab berib vijik kishining oldiga kelib, "Huzur tilayman, Mahsum dada. Xizmatlarda bo'lolmadim" dedi va uning o'ng qo'lini qo'shqo'llab ko'tarib, egilib turib so'ydi. Vijik kishining chaqnab turgan ko'zi bir nuqtaga tikildi. U bolalarga va Muhammadga asta nazar tashlab etib, "Farzandlarim, Allah Taala hammanglarni pok imondan, sof vijdondan, nurliq ma'rifatdan, aziz millatdan yiroq qilmasin" dedi da ittik kayniga burilib, Muhammadning dadasi bilan birga chiqib ketdi. Muhammad og'ayni, "Dadam taqvada tijoratchi da'vatdan, xuddi olimlardek İstanbulning apandilaridek qomatli ekan-ku" deb so'rdi bolalarning biri. "Shundoq og'aynilar, dadam o'lima tijoratchi, shundoqdimi jamoat ishlariga ancha-muncha aralashib qo'ydi. Ahmad Efendi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining rahbarligini boshlab Urumchiga kelganda, dadam boshchi bo'lib, bir to'p tijoratchilar, qassoblar pul to'plab, 10 necha dona oltin medal yasitib, Soktum Metal shirkatining udulida Jumhuriyat rahbarlarining oldiga chiqib, ularning maydasiga oltin medal osgan edi." Muhammad dadasidan faxrlangan holda so'zini davom qildi. "Dadam arabcha, farscha tillarda yaxshi. El og'aylar bilan birga tarixiy temalarda kitob ko'rib suhbatlashib turadi. Moskva, Shamay, Makka, İstanbullardan kelgan gazet jurnallar bilan bizni ta'minlab turadi. Ilixon To'ra, Ahmad Efendi boshliq bir muncha yetakchilarimiz Urumchida turmadan chiqib, bizning uyda mehmon bo'lganda, men ularning muborak didorini ko'rib, suhbatlarga dahil bo'lganman. Mundaqda og'ayni, dadangza Uyg'urning haqiqiy kapitalist olimi ekan degina, bolalar boshlarini lang'ishtirib qoyil bo'lgan holda Muhammadga qaradi. Muhammad bir oz o'ng'aysizlangandek bo'lib so'zini boshqa yoqqa burdi. "Og'aynilar, dadamni qo'yinglar. Hozir birga chiqib ketgan mo'tvar zotni, oliyni tonidinglarmi?" Haras, bizmi shuni so'rmoqchi edik.
bir cümle söz bilan bir kitobga sig'mag'idek hikmatlik duoni bizga atagan bu kishi kim u? Qurban savol bilan Muhammadga qaradi. Ballar hammasi timtas jim bo'ldi. Muhtaram Abdul Aziz Mahsum bo'ldi. Yetishgan Uyg'ur olimi Abduqodir Dommullaning o'g'li, kamolat yetgan islom ulamosi, dang'i chiqqan Uyg'ur millatchisi, fasohatlik shoir Abdul Aziz Mahsumning o'tliq she'rlarini yodlab turib, o'zini tanımaganlar yomon bo'ldi, og'inlar. Abdul Aziz Mahsum Hindistonda o'qiyotganida Yangi Dehlida mustaqillik namoyishiga qatnashib, ingliz turmasida yotgan. Xitoy mustahkamchilariga qarshi tashkilot qurib, faoliyat qilib, Xitoyning turmasida uzun yil yotgan qaytmas irodalik inqilobchimiz. Texi yaqinda yurt oqsoqollarining kuchli talabi Sayfullayev, Iminovlarning tashabbusi bilan Abdul Aziz Mahsum Urumchida hukumat xususlar shirkchiligidagi tashqi savdo shirkatiga mudir bo'lib tayinlandi. Men sizlarga Abdul Aziz Mahsumning Turan degan she'rini o'qib berayman. Muhammad Abdul Aziz Mahsumning Turan she'rini deklamatsiya qilib o'qiganda ballar diqqat bilan angladi. Ecdadımız her zaman tarihi zor kahraman, Ali himmet arslan ötkür vicdan emasmı? Şu muhterem ecdatlar, Oğuz nesli efratlar, Türk evladı azadlar, şereflik kan emasmı? Biz hem şular evladı bilip turup biz zadi, yaşmasak azadi şumluq baskan emasmı? Asarette bablanıp, hakarette aylanıp, rizolatda joylanib yotar hayvon emasmi? Qurban qattiq hayajonlandi. Yalqinliq misralardagi otashdek o'tliq mazmunlar uning yuragini dabdabiga salmoqda. Millatning istiqboli, xalqning hurriyati, vatanning mustaqilligi uchun pok imoni bilan yangrayotgan lirik his-tuyg'ular, siyosiy chaqiriqlar go'yo uni boshqadan fidoyi bo'lishga undamoqda edi. Mol yemekler, tatlıq söhbetler bilen yerim keçigice davamlaşkan mehmandarçılık Qurbanның qalbida untulg'usiz izlarni qoldirdi. Muhammed bir kuni Qurbanni chetga tortib, Qurban ag'ina, dadamning Mahmud ismli bir ag'inasi bor edi, o'zi Suydondan chiqqan inqilobchilarimizdan. Sening gapingni qilib bersam, oqsuga tushgan komandirlardan bo'lsa, men bir ko'rishsam bo'ptikan degan edi. Ati uyga chaqirib qo'ydi. Başqa mehmonlarımı bar o'xshaydi, tayyor bo'lib turg'in, tushga yaqin mangimiz dedi. Qurban Mahmud Kerim akaning uyiga kirganda, to'rda o'ltirgan mehmonlarni tonib, yuragi qipidan chiqib ketay deb qoldi. Uning polk komandiri Sopayev oqsoqol to'rda o'ltiradi. Uning batalyon komandiri Abdurahmanov oldiga kelib uni quchoqlab ko'rishib, ko'z yish qildi. Qurban xuddi mehribon dadasini ko'rgandek seg'inish hissiyatida yig'lab tashladi. Abdurahmanov urushlarda qancha qitimlab qahramonlik ko'rsatgan Qurbanni mehmonlarga tanishtirdi. Qurban shunday qilib janglarda birga bo'lgan, ig'ir sinoqlardan o'tgan ishonchli kishilarni topib oldi. U suhbatlar va sirdoshlar davomida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati armiyasining o'ziga o'xshash necha minglagan ofitserlarning oldi bilan Urumchida hukumat, armiya organlarida muhim rahbariy xizmatlarni o'tayotganligi, qolgani har qaysi viloyat, shahar, noyalarda mas'ul organlarda ishlayotganligi, armiyadan qaytgan 10 necha ming askar, ofitserlarning Urumchidagi po'lat zavodi, ko'mir koni, to'qimchilik fabrikasi, qatnash tashyo'l idorasi qatorliqlarda kadr, ishchi bo'lib o'rlashganligini qatorliqlardan xabar topdi. U hatto sharoit pishib yetilganda qo'zg'olon ko'tarib Xitoy istilochilarini haydab chiqarib, qaytadan mustaqil jumhuriyat qurish maqsadida ilgari Sharqiy Turkiston Jumhuriyatida rahbar bo'lgan xeyli cho'ng amaldorlar, harbiy boshliqlarning boshchiligidagi maxfiy zanjirsimon tashkilotning qurilganligidan iborat mish-mish paranglarni anglashga ulgurdi. Qurban o'qishni tamomlab yurtiga qaytish arifasida saboqdosh do'stlari bilan xo'shlashdi. Yaqin og'i ini bo'lishga ustoz do'sti Muhammad bilan talay qitim yolg'iz sirdoshdi.
Uyg'ur millatining istiqboli haqidagi qarashlari va uni ishga oshirish haqida bir-biriga qasamlar ichishdi. Muhammad eng oxirgi qatim Qurbon bilan xo'shlashganda cho'nqur ma'no qilib, "Jinim qarindishim, nada bo'lsak omon bo'layli. Unutma, shundoq bir zaman keldiki, orzu armonlarimizning beg'ida chechak ichilganda men seni izlayman. Shu chaqda yuzlagan askarlarning yoningda jon pidolik bilan tayyor bo'lsin" dedi. Qurbon komandiri Abdurahmonov bilan bir necha qitim maxfiy suhbatlashdi. Planlar qurishdi. U komandir bilan xo'shlashganda uningga xuddi askarlardek chek turib qasam berib, qo'lini chekkisiga qo'yib salom berdi. Kichkidan otasiga akishib, etizning beshini tutib, molning mo'yini qarab tarab, kiyikning yo'lini to'sib, olmaning shexini qayirib, o'tkinchilarning sodisini aplab, mashrab ko'rgan Qurbon o'qishning kelibla yurtiga tortishib, taqsimotga xeyli ilishib boqqan bo'lsa-mu, taqdir uni ota kasbidan ayirbatdi. U yomon turg'a pochta xodimi bo'lib tayinlib keldi. Yop-yeshil hayvatli kiyim, yeshil velosiped hukumat edi. Hammasi tunji avlod hukumat ishiga tutungan bu yigitning yuz obro'yini yana bir balla ko'taribdi. U nom otoqda oldingi qatordagi boyning qiziga uylandi. İsmail Qarahacimning kuyovling. Qurbon ili pochta idorasidan tarqatib bergan yeshil ishdan chopan, qasqan shapkasini kiyib, bir kuni tor yo'rg'isiga minib ko'chaga chiqsa, bir kuni shaytonchaq deb atalgan yeshil rangli velosipediga minib mahal aylanardi. Atqa mingan kuni yeshil xurjunni atning g'anjoqsiga bog'lab, bir qancha kilometr yergacha sim tanab turuklarni nazorat qilib qaytatdi. Velosiped mingan kunlar bo'lsa, uy aralab xat-chak xaltalarni tarqatdi. Bu tavada eng ko'p xat xalta keldigan uy Aqto'pa mahallasidagi mo'ysibet oqsoqol Ismoil Qarahojimning uyi edi. U hukumatning ko'ngli sovib xeyli burula qerib qoldim deb mahallaga qaytib kelib olgan edi. Bu uyda Qarahojimning olti mahallaga donqi ketgan sumbatli go'zal qizi Zaynab buvi yashaydiganligini xalq olam biladi. Qarahojim qizining iffat nomusini qo'g'dab, uni maktabga avatmay, ham dinda, ham panda oilasida o'zi o'qitayotganligidan hamma yoshlar xabardor edi. Lekin bu Soyib Jamolning tarifini anglaganlarning ko'pligiga qaramay, uning husni jamolini ko'rganlar yo'q deyarlik edi. Qurbon Ismoil Qarahojimning haramdan kelgan muborak xetini elib, tunji qitim uning ishiki oldiga kelganda, peshin namoz vaqti bo'lib, hojim masjidga namozga ketgachga, ishik oldida yog'liqida yuzini to'sib Zaynab uy chiqdi. Singlim, bu xat Arabistondan keldi. Qarahojikam qo'l qo'yib berish kerakdi, dedi. Qurbon bo'ynini so'zib, engishib qizning didorini ko'rmak bo'lib. Padarim namozda. Aldirsangiz men imzo qo'yib bersam bo'lamdi? Qiz tartinib so'zladi. Qurbon yo'q desa qoidaga to'g'ri bo'ladi. Ammo Zaynab buvini qochirib qo'yatdi. Shunga u bo'laverdi singlim. Ish qilib dadingizning nom sharpini yezib qo'ysangiz, bizga gap kelmaydi, dedi-da, qo'lidagi daftarni u va xatni qizga tangladi. Zaynab buvi hech yiqmayla yog'liqini qayirib etib, daftarga qo'lini so'zdi. Qurbon daftar qalamni tangladi. Qiz oldi, imzo qo'ydi. Qurbon dong etib qoldi. Zaynab buvi qalamni tanglaganda, o'diqqan Qurbonning ikki barmoqi qalamga emas, Zaynab buvining barmoqlariga tegdi. Qiz yalt qilib Qurbonga qaradi-da, "Rahmat aka" deganicha kayniga dajib uyga kirib ketdi. Ammo qizning qiyob yiqishi chaqmoq tezligida Qurbonning ko'zidan vujudidan qalbiga tutashdi. Qurbon qiz ko'rdimi, parishdimi, o'ngmi tushimi bilolmadi. Ahli jismini boshqara olmadi. U yerga tushib ketgan qalamini elishga petinolmay, velosipedini yetilgancha mengib ketdi. Mengib ketdi-yu, nega manganligini o'zimi bilolmadi. Yo'l ustidagi qo'noqlik etizning yeniga kelganda, velosipedini yo'lning qirg'iga tashlab qo'yib, xuddi shivi qadar uchirgan Zohiddak osmonga qarab, "Alloh, men nima ko'rdim, nima bo'ldim" deb vaqirvatgani o'zimi sezmadi. Oshiqlar dermish, Allohning ishqi bu deb. Darvaqa Allohning taqdirisiz qil tavirmaydi. Oshiqlar ma'shuqidan boshqa hammani unutuydi, deydi.
Albatta oshiq qilganmi Xudo, hammani unutildirganmi Xudo, deydi ekan konalar. Qurban bir ko'rib oshiq bo'ldi, ammo bu o'tni yurkiga tutashtirgan Rabbini unutmadi. U zot avvalli Alloh dedi. Allohga murojaat qildi. Qurban so'mkisidagi xat-cheklarni oldirab tarqitib bo'lib, mahalliga qaytib Udul masjidga keldi. Tahorat elib namoz shamga hozirlandi. Namoz shamning 3 rakat farzi, 2 rakat sunnatini o'qib bo'lib, yana 2 rakat shukr namoz o'qidi. Namozdan keyin duoga qo'l ko'tarib Allohga nol qildi. Ey buyuk Allohim, Parvardigorim, sen birsan, sen yolg'izsan, sen tanhosan. Ammo yaratgan mavjudot, maxluqot odamzodni jupi bilan yaratding. Ko'paytib bu olamga taratding. Men bu yoshgacha sen uchun ibodat qildim, g'azot qildim, farzlaringni ado qildim. Menimi halol juftimga muyassar qilgin, ya Rabbim. Amin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarini ado qilib, naslimni davom etmekka nisib eyle, ya Rabbim. Amin. Qurban duodan keyin beshini sangiltib o'ltirguncha jaynimiz ustida chunqur xiyolga patdi. U tuyuqsizla qalam deb vaqirvatdi va ko'ngliga tasodifiy bir aql keldi. Qurban atsa deganda etini to'qib, tekis tashyo'li tarafga emas, Udul Aqtuba mahallasi tarafga qarab tizgin siyradi. Mahalliga kirmay turibla egiz to'plikdan Ismoil Qarajimning cho'ng darvozasi ko'rinib turadi. Qurban otdan tushib, chig'irtmoq to'pilikda o'ltirib, yiroqdan kuzatib turdi. Uzun vaqt o'tmay Ismoil Qarajim etini yetlab chiqib, darvoza yendiki supug'i dasab, egarga o'ltirdi-da, otning biqinini tepib, mahalning tuvan tarafiga yurib ketdi. Qurban oldirab etiq mindi va to'p-to'g'ri Ismoil Qarajimning cho'ng darvozasi oldiga kelib, otdan tushdi. Qurban eshikning to'miriga qo'lini suzg'icha Zaynab va Utuldagi peshaymonlik uydan chiqib keldi. Assalom, qalamingizni unutib kechacha uxlayolmagan o'xshamamsiz? Qurbanka, Zaynab bu qitim hech tortinmayla kulimsirab qo'lidagi qalamni sunib Qurbanning Udulga kelib to'xtadi. Zaynabning jarg'onliq ovozi Qurbanni masxush qildi. Uning qop-qora sochlari, qiyodak qoshlari, supsizik mangzi, buloqdek o'ynab turgan bir jup ko'zi, hech kimga gap bermaydigan, bir eg'iz chaqchaqnimi qochirmaydigan Qurbanni g'achila aylantirib qo'ydi. U shundaqdimi o'zini tasdi tutib olib, shuni demamsiz singlim, bu qalam kechacha bek alam qildi. Ko'zimga uyqu kelmadi. Shunga atdiganda qalamni izlab, Qurbanning so'zi tugmay turibla qizning yuzi qizardi, qopqi turildi. U qalamni beribla kayniga dajidi. Qurban, singlim Zaynab, bir nogay suv olib chiqib atamsiz? Ichim o'tda yinib, dedi qizning kaynidan talmirib. Zaynab uyga kirib ketguncha chiqmadi. Bir hazadan keyin eshik ochilib, uning onasi Fatima oyim bir nogay suvni ko'tarib chiqib keldi. Assalomu alaykum oymada. Qurban xijil bo'lib yerga qaradi. Va alaykum assalom Qurban o'g'lim. Suv ich. Fatima oyim nogayni Qurbonga tutqizib, u suvni ichib bo'lguncha uning bo'y turqiga, chiroy chehriga, hatto kiyim-kechaklarga sinchi ko'zi bilan oldirmay qarab chiqdi-da, o'g'lim, bek aldirash o'xshamamsiz, atdigandala eshikdan yenyapsiz, uyga kirib choy ichib mangmamsiz dedi. Rahmat oymada, rahmat. Qurban o'diqincha kayniga dajib etini yetlab mangdi. Har qalada bir xiyol, chorisizda ming xiyol degandek Fatima oyim bo'yiga yetib qolgan qizning g'imini yeb, o'z xiyolda xuddi Qurbondek nasli martvilik ota-onasi hurmatga sazovor qo'l ilkida bor, jamoat oldida yuzi bor, hukumat ishlarida odil, husni basni kelishgan bir yigitni kuyg'unlikqa orzu qilib, qancha qitimlab namozda duo qilgan edi. Allah uning tilaklarini eshik oldiga akilib berdi. Mahaldagi ayollarning xatmi Qur'ondan keyingi suhbatlarda, to'y to'killardagi pichirlashlarda, shuningdek qo'lim qo'shnilarning choydan keyingi ushshaq paranglarning so'z orasida Qur'onning marganliklari, askarga ketganligi, qaytib kelganligi va Urumchida o'qib kelib, pochta kadri bo'lganligi qatorliqlar so'zini qolatdi. Tünügün qizi Arabistondan kelgan xatni ko'tarib kirganida Sezgur ona uning qizarib ketganligini,
Xatni anasiga berilibla ittik derisi yeniga kelib, velosipedini yetlab ketayotgan qurbonga qaraganligini ko'rib, ko'ngliga yana kelgusi kuyg'ul ko'langisi tushgan edi. Bugun atiganda bo'lsa, Fatima oyim choy ustida o'tirib, darvoza tarafdan otning tevishini angladi, derisi yeniga keldi. Dal shu paytda Dalan uyning qizining o'qdek itilib chiqib ketganligini va qo'lidagi qalamni qurbonga tanglab, talmirib turganligini ko'rdi. Hayajon o'diqishida yuzlari qizarib ketgan, yuragi dupuldab turgan qizning kiribla Nogayga qo'lini uzatganligini ko'rgan Fatima oyim narsida qizning ko'nglini bildi. Sodda va nodon qizning oldirib qilgan bir ig'iz so'zi yoki maqsadsiz ko'rsatgan bir ishorati yoki harakatining bir xatoga sababchi bo'lganligini, aldiraqsonlik bilan shariatga xilof holda shaydonlik yo'liga kirib qolganligini his qilgan ona qizining yo'lini kesdi. Nogayni uning qo'lidan oldi va suvni o'zi elib chiqib, yigitni tafsili kuzatdi va qurbonga ijozat bishorati berdi hamda bu ishning cho'nglarning bosh qo'shishi bilan yo'lga kirganligini his qildirish uchun cho'nqur ma'noli qilib, o'g'lim, ota-onangizga salom ayting, xonimizga marhamat qilsin deb topildi. Fatima oyim uyiga qaytib kirib, hijolat bilan yerga qarab o'tirgan qiziga qarab, qizim, nima o'ylayotganing menga aynakdek ayon. Sen yurt oqsoqolining Ismoil Qarajimning qizi. Bizning ishlarimiz shariatning hukmi, el yurtning an'anaviy urf-odatlari oxirida hukumatning rasmiyati bilan bo'ladi. Boshqasi so'z chechakka sabab bo'ldi. Men qurbonning ota-onasini xonimizga taklif qilib qo'ydim, dedi kulimsirab. Oradan hafta o'tganda Ismoil Qarajimga G'uljada ichiladigan hukumat maslahati yig'iniga chaqirilgan taklifnoma keldi. Qurbon hukumat libobisiga silingan bu xatni ilib oldirab Oqtepaga keldi. Atdeganlik nashtada o'ltirgan Ismoil Qarajim qurbonni dasturxonga taklif qildi. Ismoil Qarajimning mehmonxonasi to'liq haybatlik, rus bosimida zinnatlangan edi. Xurum krislo, yerga silingan Eron nusxasi anorgul gilam, kashlangan pardalar, shira atrofidagi yog'och o'rindiqlar, shiraga tizilgan nozik ne'matlar, hammasi bayni Urumchidagi sabdishi Muhammadning uyini eslatdi. Shiraning yinidagi tomga Ahmad Apandi va G'ani Boturlarning Ismoil Qarajim bilan birga tushgan rasmi ramkaga ilib esilgan edi. Hojim qurbon bilan ozoda suhbatlashdi. Urumchida ko'rgan bilganlarni so'radi. Qurbon dasqal ustida bir tarafdan Ismoil Qarajimning qimmatli mehmoni sifatida hurmatlanayotganligidan umidlanib xushallansa, yana bir tarafdan nima deyishni bilolmay yoki qaysi mazmunda gap qilishni boshlashni bilolmay g'angrab qolgan edi. U to'rdagi tomda issiqlik turgan Ismoil Qarajim bilan G'ani Boturning birga tushgan rasmiga takror qarab bergandan keyin Ismoil Qarajim so'zni ashu rasmdan boshladi. Ha, biz bu rasmga Urumchida tushgan edik. Hukumat Sharqiy Turkiston Jumhuriyatimizda xizmat qilayotgan G'ani Botur boshchiligidagi 10 nechimizni Urumchiga chaqirtibdim. Borgandan keyin xalq ishlarida qo'shgan to'hfalarimiz uchun Shanxay qatorli Xitoy shaharlariga ekskursiyaga borganligimizni, agar ko'na olsak, sayohat ahvoliga qarab 3-4 oygacha davomlashadiganligini uqtirdi. Men vaziyatni obdaroq o'rganib beqish maqsadida Urumchida burun hajga birga borgan hamrohlarim bilan ko'rishdim. Savoqdoshim Abdul Aziz Mahsumini yurt oqsoqoli Ro'zajimning o'g'li Abdurahim Ro'zaning uyiga pati kelib bordi. U yerlarda samimiy suhbatlarda bo'ldik. Urumchi yoshlarining aql parasti karomat ochiq ekan. Ular yurtimizni ishg'ol qilgan Xitoy kommunistlarining siyosiy muddalarini Uyg'ur islom ulamolarga, Uyg'ur millatchi ziyonlarga, shuningdek Gomindanga ishlagan kishilarga qanday muomala qilganligini tafsiliy tushuntirdi. Bular Muhammad ibn Bug'ra, Isa Yusuf qatorliq birini muncha hukumat xodimlarining ijozat bilan Hindistonga chiqib ketganligi, Matsud Sabri, Hoji Yaqub, Abdurahim O'tkirlarning chegaradan qaytib kelganligi, Xitoy kommunist hukumatining hozir aksil inqilobchi Zomigar Pomishchik degandek qalpoqlar bilan Gomindan hukmronligida qolgan viloyatlarda Uyg'urlarning to'nilgan namdor odamlarni o'limga hukm qilayotganligi,
Bu qitimqi ekskursiyaning mohiyatda bir turkum Uyg'ur yetakchilarini, donishmandlarni yurtidan yiroqlashtirib, yo'qotish suiqasdining bir parchasi ekanligi qatorliqlarni so'zlab berdi. Men shuningdan keyin salomatligim yor bermaydiganligini bahona qilib yurtga qaytib keldim. G'ani bilan shu chog'da bu xatir rasmga tushgan edi. Suhbatning G'ani Boturdan boshlanganligi Qurbonni xeyli yeniklashtirdi. U azodlik urushi boshlanishdan bir yil avval G'ani Boturning bir kechada Yamaturga kelib dadasi bilan ko'rishganligini, shu kechasi dadasining topshirig'i bilan G'ani Boturga qo'shilib o'qatga o'tib, Chig'liq bozordagi o'rmonga yo'shinib qo'yilgan 2 uyur yilqini haydab, Chopchaldagi chegaraga ilib borganligini, G'ani Boturning Sovet tarafdan kelganlarga otlarni o'tkazib berib, 2 tag'arga yo'galgan miltiqlarni otga ortib qaytib kelganligini, dadasi bu ishlarni hech kimga aytmaslikni topolganligini maqtanib so'zlab berdi. Hamda Urumchiga o'qishga borgan chog'da Abdulaziz Mahsum aka bilan ko'rishganligini havas bilan aytib berdi. İsmail Qarajim Qurbondagi Urumchidagi amal tutayotgan sabdoshlarini bir-birlab so'radi. Suhbat Uyg'urlarning kelgusi taqdiri temasiga yetkelganda Qurbon Urumchidagi og'inisi Muhammadning qiyofatida o'ylaganini qilchi yushirmay, ko'nglidagi so'zlarini kelgusi qiynatisi yurt mütəvvəri Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilishida birliksab xizmatida alayda to'hfa qo'shgan o'lama İsmail Qarajimga so'zlab ketdi. Ilixon To'ram, Ahmet Efendiler Ruslarga bek ishinib ketdi. Muhammad Emin Bug'ra, Mas'ud Efendiler Gominanga bek ishinib ketdi. Әмді бір мұнчылары коммунист Қытайға ішініп кетіп атыды. Әйні чағда Англияның башқұрышыдығы Хиндистанны қошқанда 3 чоң дөләтнің қоршауды қалған біздек нопысы аз. Мәзлум милләт үшін тарихтан бұян ташқы сәбәпләр чоң рол ойнап келді. Hazırkı dünya vəziyyətində qaraganda Pakistanның müstəqilliyi şu nöqtəni isbatladı ki, biz Uyğurlar tarixi səltənətimizni əsliga keltirishimiz üçün oldi bilan dünya xalqining har qaysi dövlətlərinin himayəsini qo'lga keltirishimiz kerak. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında e'tirof qilinishimiz üçün nurg'un dövlətlərinin, bo'libmi Amerika, Angliyada kuchli mamlakatlarning, islom allarining himayasiga erishishimiz kerak. Meningcha dunyodagi bu kurashda Turkiya Cumhuriyeti xalqi bizning yaqin qarindishimiz, yana kelib kommunistlarning, ruslarning, xitoylarning zolim hokimiyatlari zavolliqqa yo'liqish kerak. Buning uchun dunyo jamoatining kuchiga tayinishga to'g'ri keldi. Ishki jihatda bo'lsa, xalqimizni o'z diniy e'tiqodi, tarixiy madaniyati, urf-odatlari bilan tarbiyalash kerak. Xitoy bosmichilari 150 yildan buyon qoldirib ketgan savodsizlik, qashshoqlik, inoqsizlik odatlarini yo'qotishimiz, dinni, fanni, ma'rifni yuksallantirishimiz kerak. Xitoy kommunistlarining hokimiyatini og'dirib, mustaqil davlatimizni qurib chiqish uchun yo'shirin holda bir siyosiy partiyaning yetakchiligida tashkillik uzun muddatlik siyosiy kurash qilishimiz kerak. Qurolliq inqilob qilishga tayyorlik qilishimiz kerak. Qurbon hayajon bilan so'zlab etib, İsmail Qarajimning ko'zlariga yosh olganligini ko'rib, asta so'zini to'xtatdi. İsmail Qarajim Qurbonning qo'llarini siqib turib, "O'g'lim, sizlardek bilimlik, aqlli yoshlarimiz bo'lganlik uchun biz xotirjam bo'lamiz. Alloh taolo xalqimizning ozodligi, hurriyatiga muyassar qilsin. Amin" deb duo qildi. Bu suhbat İsmail Qarajimning kelgusi kuyug'idan olgan oxirgi imtihoni bo'lib qoldi. Qurbon xo'shlashib chiqqandan keyin Ho'yli darvozasi yonida gullarni o'tayotgan Zaynab bilan salomlashdi va o'diqqan holda Zaynabga "Bog'ning orqa temida sizni saqlayman" deb pichirladi. Bayatdan beri yigit qizning bir-biriga talpingan visol intilishni urf-odat pardasi to'sib turgan bo'lsa, mana endi cho'ridab so'qilgan so'qmutam to'sib turmoqda. İsmail Hacimning qo'risini cho'ridab so'qilgan otning egizligidagi so'qmutam mevelik bog'ni qo'rib turadi. Mana bugun bu tam Qurbonning o'tliq sevgisini esar qilgan ta'sirli so'zlarga Zaynab buvining ota-onamdan ruxsatsiz hech nima deyolmayman degan rozilik so'ziga guvoh bo'ldi. Aradan uzun o'tmay elchi keldi. Nikoh o'qildi. Hashamatlik to'y bo'ldi. To'yga G'uljidan atrofdagi noilalardan yuzlarcha mehmon keldi. Xalqning og'zida daston bo'lgan G'ani Botur 20 dak polvonlari bilan billa otliq kelib zilzilaga
paydo qildi. 3 kungacha toy, mo'zay, qo'zilar so'yildi, qimiz tortildi, o'g'liq tashlandi. Shunday qilib, Qurbon bilan Zaynab buvi hashamat bilan ömürlük uyida bosh qo'shdi. İsmail hojimning tuyg'uli bo'lgan Qurbonning hurmat obro'yi butun atrofga tarqaldi. Mahalla jamoat orasida bo'lsa, hamma uning og'ziga qaraydigan, hammada uning degini hisobga elinadigan bo'ldi. Tatlashtirib o'qiydigan xanzucha xat savati uni hukumat bilan yezi o'tirsidagi ko'rikka aylantirgan bo'lsa, o'z navbatida mahallada hukumat ishlari uningsiz bitmaydigan bo'ldi. Nahiyadan kelgan amaldorlar hech bo'lmaganda tarjimonlik ehtiyoji uchun bo'lsa-mu, uning bo'sug'isiga dasaydi. Kundalik xizmat oldirachiligi uni etis eriq bog'voran mol chorvadan ayirdi. Oylik maosh untulliq o'yin tomoshaga ketib, uni bog'ancha mard sehi qilib etdi.